Bismillahirrohmanirrohim. Hurmatli o'quvchilar, 3-darsimizda, 4-kitob 3-darsimizda davom etamiz. Oldingi darsimizda sizlar bilan buyruq fe'li yasalishini qoidasini o'rgangan edik va mana shu joyga kelib to'xtagan edik. Ya'ni 3-mashqdan davom etamiz. Iqro ma yali quyidagilarni mulohaza qilib ko'ring, o'qib ko'ring deyaptilar. Iqro ma yali quyidagilarni o'qing. Anta taktubu, mana bu yasalish qoidasini tushuntirib ketyaptilar. Anta taktubu edi muzoriy fe'li shaklida. Endi taktub oxirini sukun qildik. Hmm. Keyin muborat harfini tushirib yubordik. Ktub bo'ldi. Keyin ayn barobari mana bu o'zak harfining ikkinchi harfi dommali bo'lganligi uchun domma qo'ydikda uktub bo'ldi. Anta tadxulu, tadxul oxirini sukun qildik. Keyin muborat harfini olib tashladik. Duxul bo'ldi. Sukun bilan boshlash mumkin emas. Shuning uchun mana bu o'zak harfining ikkinchi harfi dommali bo'lganligi uchun dommali vassalga hamza qo'ydikda. Keyin harakatni domma qilib qo'ydik. Buni aytdik sizlar bilan. Bu vassalga hamza gap boshida kelganda o'qilib, gap o'rtasida kelganda tushib qoladi dedik. اخرج من الفصل يا حليم. أي حليم sinfdan chiq. خرج يخرج اخرج chiqdi. اكنس هذه الغرفة. Bu xonani supur. Usjud bihudu'in. Osoyishtalik bilan, sokinlik bilan sajda qil. انظر إلى ذلك. ذاك الجبل. أنا tog'ga qaragin. اسكت يا ولد. Ey bola jim bo'l. Udxul ya Hamid. Ey Hamid kirga o'xshash. Mana bular hammasi buyruq amr fe'liga misollar bo'lyapti. Keyingi mashqimizda anta tajlisu, ha, tajlis, jlis, ijlis, ya'ni demak mana bu domma bilan boshlanadigan buyruq fe'llarimizga misollar ekan. Endi bu yoqda kasra bilan boshlanadigan fe'llarimizga misollar ekan. Anta tajlisu mana, chunki bu taf'ilu qolibida turibdi, shuning uchun ayn barobari deymiz. Ayn barobaridagi harf kasrali ekan harakati. Demak, tajlisu edi birinchi shakli, oxirini sukun qildik, tajlis bo'ldi. Keyin muzorat harfini tushirib yubordik, jlis bo'ldi. Boshiga vasstali hamza olib keldik. Ayn barobar kasrali bo'lgani uchun kasra qo'ydik. Bu qoidamizda oldingi darsimizda, ya'ni buyruq fe'l amr shaklini yasashni oldingi darsimizda batafsil tushuntirib berdik. Nima uchun? Oldingi darsimizni ko'rib olishingizni tavsiya qilamiz. Anta taghsilu, taghsil, g'sil, ig'sil bo'ldi. Ijlis huna ya Bilal. Bu yerga o'tir ey Bilal. Ig'sil wajhaka bis-sobun. Yuzingni sovun bilan yugin. Irji' ba'da sa'atin. Bir soatdan keyin qayt. Inzil min as-sayyarati ya akhi. Ey akam, mashinadan tushing. Endi jim uchinchi variantimiz ayn barobari fathali bo'lgan fe'llar. Anta tazhabu yoki anta taftahu. Mana ayn barobari fathali bo'lgan fe'llarda nima qanaqa chiqadi? Tazhab bo'ldi. Mana oxirini sukun qildik. Taftah oxiri sukun bo'ldi. Keyin muzorat harfini chiqaruvdik. Zahab ftah bo'ldi. Keyin ayn barobari fathali bo'lganligi uchun o'zak harfi mana ikkinchisi fathali bo'lganligi uchun kasra olib keldik. Biz aytgandik oldingi qoidamizda domma bo'lsa domma qo'yamiz, domma bo'lmasa, ya'ni fatha kasra bo'lsa kasra qo'yamiz degan edik. Izhab iftah chiqdi. Iftah kitabaka Ibrohim. Ihfaz darsaka. Irkab darrajataka. Irfa' ra'saka. Ishrab ma'an baridan. Il'ab ma'a ukhtika. Ya Ismoilga o'xshash. أين مكتب البريد يا أخي؟ أي كم pochtaxona qayerda? أنا لا أدري. من بالميمان. اسأل ذاك الرجل. أنا u kishidan so'ra. أنا رجل غريب. من bu yerda begona odamman. أنت تأكل. Bu hamzali bo'lganligi uchun aytdik kul chiqadi. أنت تأخذ huzga o'xshash. صغ الأمر من الأفعال الآتية. Yani qani endi qanchalik tushundik bilib olishimiz uchun quyidagi fe'llarni buyruq shaklidan chiqarib ekanmiz. Qatala yaqtulu. Qanaqa chiqadi? Ayn barobari dommali bo'lganligi uchun uqtul chiqadi. Zahaba yazhabu. Ayn barobari fathali bo'lgani uchun izhab bo'ladi.
وهكذا demek bu jadvalni to'ldirib qo'yamiz. خاء همزة الأمر هي همزة وصل ولا تكتب فوقها أو تحتها الحمزة إلا في الفعل الرباعي فتكتب الحمزة لأنها حمزة قطع مثل أقبل يقبل أقبل. Hop, endi bizga aytyaptilar. Amr fe'llaridagi e, amr fe'llaridagi birinchi hamzamiz vositali bo'ladi dedik. Ya'ni gapni boshida kelsa o'qilib, gap o'rtasiga kelsa tushib qoladi dedik. Endi shuni aytyaptilar. Buyruq fe'ldagi hamza vositali bo'lib, uning ostiga yoki ustiga hamza belgisi yozilmaydi. Faqatgina to'rt o'zakli fe'llar bundan mustasno. Ya'ni bizda to'rt o'zakli fe'llar bor. Masalan, af'ala yuf'ilu qolibi, aqbala yuqbiluga o'xshash. Ya'ni o'zagi to'rtta mana aqbala, af'ala, akrama, uh, anzala ga o'xshash. Shunga o'xshash fe'llarni buyruq shaklida mana aqbil chiqdida bu yerdagi hamza qat'iy bo'lar ekan. Ya'ni bu mana bu hamza belgisi qo'yiladi. Bu degani gapi boshida kelsa ham, o'rtasida kelsa ham, qayoqda kelsa ham hamza belgisi bo'lganligi uchun buni bildirib o'qishimiz kerak. Xo'p, quyidagilarni mulohaza qilib ko'ring deyaptilar. Uktubid darsa. Xo'p, o'zi yoz degani uktub degani edi. Uktub bu yoqda yana sukunli kelganligi uchun buni qo'shib uktub ad-darsa demaymiz, qo'shib ketishimiz kerak. Kasra berib harakatlantiramiz mana. Uktub bid-darsa. Mana birinchi so'zni ikkinchi so'zga qo'shishimiz uchun kasra beramiz. Uktubid darsa, iqro'il kitaba, ishrobil qahvata, il'abil an. Ha? Xo'p. Endi vasitali o'qilmasligi, tushib qolishiga misol ekan. Uktub, mana gapni boshida kelsa uktub deymiz. Endi mana gap davomida kelyapti. Ya hamiduktub deymiz. Duk qilib qo'shib olamiz. Ijlis o'tir, udxul vajlis mana. Kir va o'tir. Da vajlis qo'shib tashlab ketamiz mana bu vositaning. Chunki bunda hamza belgisi yo'q. Mana bunga o'xshash hamzali belgisi bo'lganda uni alohida o'qirdik. Qala li abi, otam menga aytdi. Ifham. Ha? Qala li abi ifham. oltinchi mashqimiz iqro ma yali mura'iyan qawaid al-nutq hamzat al-wasl va qawaid al-nutq al-harf as-sakin indama yalihi al. Demak, vasali hamzani o'qilish qoidasiga rioya qilib o'qigan va deyaptilar. Alif lam bilan kelganda, sukunli harf alif lam bilan kelgandagi nutq qilish qoidasiga ham e'tibor berib o'qigan deyaptilar. Masalan, kul washrob, ye va ichda mana washrob qilib nima qildik? Vasitali hamza bo'lgani uchun alifni tashlab ketdik. Iqro id-darsa wafhamhu. Iqro edi, o'zi sukunli edi. Keyingi so'zga qo'shishimiz uchun nima qildik? Kasra berdik. Iqro id-darsa wafhamhu. Darsni o'qigan va uni tushungan. Iqro vaktub. Mana boshida kelganligi uchun buni iqro deb o'qiyapmiz. Bu yoqdagisi gap davomida kelganligi uchun qo'shib alifni tushirib ketdik. Vaktub. Ukhruj wal'ab. اذهب الآن وارجع بعد ثلث ساعة. Hozir bor va necha bir soatni 3dan 1, thuluth 3dan 1 degan. 3dan 1 necha bo'ladi? 20 minut bo'ladimi? Hozir bor va 20 minutdan keyin qayt. Iftahil mizya'a wasma'il akhbar. Eshittirishni, ya'ni radioni eshittirishni och, yoq yoki va xabarlarni eshit. خذ هذا الحقيبة وافتحها. اذهب إلى المدير واسأله. خذ الطبق واغسله. كأخشش. اقرأ ما يلي قيدك نقطة. يا حامد اذهب. يا إخوان اذهبوا. يا آمنة اذهبي. يا أخوات اذهبن. يا أيها الطلاب ادخلوا الفصل واجلسوا واكتبوا الدرس. آمنة. Ular ketaveramiz. Chunki bulardagi alif vasali hamza. Ukhruji ya bint wal'abi ma'a ukhtik. Chiq ey qiz va singling bilan o'yna.
كلوا واشربوا ينلر وأتينا. اشربنا القهوة يا أخواتي. تعالى يا آمنة وافتحي النوافذ. بغكيل آمنة وأنا الأبناتش كأخشاش. اغسلوا وجوهكم وأيديكم كبواشتك يا يوتشن إيد بقيادنس. العبوا بعد الدرس. خذي كتابك يا سعادة. خب. ضع في الفراغات التالية فعل أمر مناسبا. demek boş cümlelerge münasip amr fiilini koşması gerekiyor. Mesela hâzihil hayyete ya abi. E, demek ey atacan bu ilonni mesela o'ldirdi desak qanaqa bo'ladi? Hı? E, uqtul deymizmi? Uqtul hâzihil hayyete ya abi. Ya avlad demek bu yoqda nima bo'lyapti? Ko'plik bo'lyapti. Ya avladu الخبز نقطة نقطة الخبز ونقطة نقطة القهوة. demak ey bolalar nonni yenglar va suvni qahvani ichinglar bo'lsa qanday aytamiz? Hop. Ya avladu kulu kulul xubza washrabul qahvata deymiz. Chunki avlad ko'plik bo'lyapti, muzakkarda kelyapti. Hop, keyingisi minal fasli ya Musa. Ey Musa sinfdan chiq desak qanaqa aytamiz? Uxruj deymiz. Hop, keyingisi vujuhakunna va aydiyakunna bis-sobun, qo'llaringizni va yuzlaringizni sovun bilan yuvinglar deb kunna da milosay bo'ladi, muannas ko'plikda murojaat qilinyapti. Demak, ig'silna deymiz. Ig'silna vujuhakunna va aydiyakunna bis-sobun. Keyingisi ra'saka bil Musa. Ihliq say bo'ladi. Ihliq ra'saka bil Musa. Ya'ni bu sochingni nima bilan Musa nima derdi? Bizga derdimi? Shunaqa bilan ol. Olti. Al-mudarrisa min an mav'idil imtihan. Demak, imtihon vaqti haqida o'qituvchidan so'ra desak, is'al deymiz. Is'alil mudarris an mav'idil imtihan. Ya Ammar, mindiluka wasikhun jiddan. Ey Ammar, dastro'moling juda ham kir. Faghsilhu deymiz. Uni yuvgil. Hop, al-lahma bidhaka as-sikkin al-haddi ya Khadija. Hop, go'shtni anavi pichoq bilan, anavi o'tkir pichoq bilan, ey Xadicha. Masalan, iqto, iqtoi deymiz, Xadicha bo'lgan uchun. اقطع اللحم بذاك السكين الحاد. قالت المدرسة للطالبات. o'qituvchi ayol talaba qizlarga aytdi. Nimadir الآن إلى المكتبة. Masalan, kutubxonaga boringlar desak. Qanaqa bo'ladi? اذهبنا إلى المكتبة. وقرأنا الصحف والمجلات ثم ثم رجعنا إلى الفصل بعد نصف ساعة deymiz. Ya'ni kutubxonaga boringlar, gazeta, jurnalni o'qinglar, so'ngra sinfga yarim soatdan keyin qaytinglar. Hop, تأمل ما يلي quyidagilarni mulohaza qilib ko'ring. Aqsamul fi'l thalatha. Fe'lning turlari 3 ta bo'lar ekan. Madi, mudori, amr. Nahu zahaba yazhabu izhabga o'xshash. Hop, tarjima. ترجم الجمل إلى الأوزبكية bularni o'zbek tiliga tarjima qilib qo'yarkansizlar. أمر المعلم الطالب الجديد أن يكتب اسمه على ورقة. شاهد التلاميذ في صفهم أقربا فطلب منهم الأستاذ أن يقتلوها. يا أطفال قش في تمس. يا أطفال اخرجوا من البيت والعبوا في الشارع. Xo'p, keyingisi arabchaga tarjima qilishimiz kerak ekan. Qaysi bekatda tushasiz, ey janob? في أي محطة تنزل يا سيد. Uyimizda gullar juda ko'p, chunki onam gullarni yaxshi ko'radilar. Nima deymiz? الأزهار كثيرة في بيتنا فإن أمي تحبها. أكيد تحب الأزهار. Say bo'lar ekan. Ana u toqqa qara. Ularni demak o'ziga tarjima qilib qo'yasizlar. Avtobusdan tushinglar, ey yo'lovchilar. Boshingni ko'tar. Hozir ket va 15 daqiqadan keyin qayt. Bunga o'xshash jumlalar yuqorida keldi.
shundan namoyon olsangiz ham bo'ladi. Ismingni daftaring ustiga yoz, ey Abdurahmon degan so'zlarni demak arab tiliga tarjima qilib qo'yamiz. Keyingi hivorimiz Sumayya va Samira o'rtasidagi suhbat ekan. Sumayya aytyapti: Sabohul xayr ya Sumayya, Samira. Samira aytdi: Sabohun nur ya Samiyya, tafaddali, marhamat. Wajadtu vaqti farigan. Sumayya aytyapti endi: Men bo'sh vaqtimni topdim. Ya'ni vaqtimni bo'sh holatda topdim. فأسرعت إليك سأنا أودينجي شاشلنا نتناول القهوة معا برجال نقلمس قهوة شمس ونتكلم في بعض الأمور بهذا اشترى ده قبل الشمس ثم رأيت حبا وكرامة كنت سأتصل بك demek jon bajon edi. Man senga qo'ng'iroq qilgandim. Kuntu saattasilu qilayotgan edim. خير وماذا هناك يخشى ما قبل أريد يلح علي الأولاد في السفر إلى العاصمة. Demek bolalar qattiq turib olishdi poytaxtga safar qilish borasida. Nimaga? Li hadiqatil hayvon, hayvonot bog'ini tomosha qilish uchun, ziyorat qilish uchun. والأماكن التاريخية وتاريخي جولارنا زيارة خلشتو. وفي الوقت نفسه نزور المكتبات. أنا أين شو وقت ده؟ كتبخانة هم زيارة خلامس هاي نامس سماية يا لها من فرصة طيبة من شحم عجائب يخشى فرصات. لقد اشتاق الأولاد إلى ركوب القاطرة المعلقة. در haqiqat bolalar kanatga deymizmi? Kanatga chiqishiga rosa ishtiyoq qilib turishgandi. والزورق في بحيرة الشراق. Chorvoqdagi ko'ldagi o'sha motorli qayiqqa chiqishga ham juda mushtoq bo'lib turishgandi. Sumayra aytdi: "نتحاور مع أزواجنا." Demek erlarimiz bilan maslahatlashamiz. ونناقش أولادنا va bolalarimiz bilan ham mulohaza qilib ko'ramiz. بعدها نحدد موعدا للسفر. Undan keyin safar uchun vaqtni belgilaymiz. Sumaya aytibdi: "نسيت أن أقول لك." Man senga aytishni unutibman. إن أخي سيضيفنا في استراحته التي تقع في الجبل. Demak, albatta mani akam bizni nima qiladi? Mehmon qiladi tog'da joylashgan dachasida. Demak, ushbu so'zni aytishni unutibdi-da. Man senga aytishni unutibman. Akam bizni tog'da joylashgan dachasida mehmon qiladi. Sumara aytdi: "Sayurahhibu zawji bil mawdu'i duna taraddudin." Hop, endi Sumara aytdiki, demak xo'jayinim bu mavzuga ikkilanmasdan javob beradi, xursand bo'ladi. سمية تمام يحشى. والآن اسمحي لي بالمغادرة فلدي بعض الأمور الضرورية عندما جاء رخصة برسائم عنده ضروري اشتغل بارد ونتكلم لاحقا إن شاء الله كي راجع بلاش عمزدد. طب أجل عن الأسئلة الآتية قد سؤال جواب بنمس: أين اجتمعت سميرة وسمية؟ سميرة بلان سمية خيرت جاملان توبلان فيما تحاورتا ملاحقة مصلحة لشت إلى ما يشتاق أولاد سمية. سمية bolalar nimaga mushtoq bo'lib turishibdi, ishtaha saqlab turishibdi. من سيضيف الأسرتين وأين؟ كم ikkita oilani mehmon qiladi va qayerda؟ لماذا استأذنت سمية في آخر الحوار؟ nega Sumayya suhbatning oxirida uzr izn so'radi, ruxsat so'radi? كينج مشقمزة صل كل فعل بالحرف المناسب ثم استعملهما في جملة من عندك. لذلك يمكن أن تستخدم الحرف أكثر من مرة. bitta harfni ikki marta eshitsangiz ham bo'lar ekan. Mana bu so'zlarda mana bu harf jarlar bilan mos bilan bog'lab turib gap tuzgan deyapti. Samaha ruxsat berish edi. Yaqa'u joylashgan, ishtaqa ishtiyoq bo'lish, xohishish. Sa'ala so'rash, rohaba rohaba xursand bo'lish kerak. Hozir bir daqiqa. Tabriklash ekan. Tabriklash rohaba bi bilan keladi odatda.
Ana shularni mosidan qo'yib turib, demak, gap tuzishlar kerak bo'ladi. Bu yerga imlo ustozingiz demak, sizlarga matn aytib turadi, sizlar uni yozib chiqishinglar kerak bo'ladi. Yoki insho yozishimiz kerak ekan, yuqoridagi suhbatni insho shakliga o'zgartirishimiz kerak ekan. hop, كل فقط عن الحياة في القرية والمدينة. demak, shahar va qishloq hayoti haqida bir qisqa matn yozishimiz kerak ekan. La taqillu an 40 kalima, 40 so'zdan kam bo'lmasligi kerak. Musta'in bil afkari taliya, quyidagi fikrlardan foydalangan holatda. Yuhajiru kathiru minan nas min al-qarya ila al-madina. Ko'plab insonlar nima qilishadi? Qishloqdan shaharga hijrat qilish, ya'ni ko'chib ketishadi. هاجر ويهاجر degani o'sha ko'chib ketish degani. كثير من الناس يفضل الحياة في المدينة لماذا؟ ko'plab insonlar mm, ko'plab insonlar shahardagi hayotni afzal ko'rishadi. لماذا nima uchun? المشكلات في القرية والمدينة. qishloq va shahar o'rtasidagi qishloq va shahardagi muammolar. في أيهما تحب أن تعيش أنت وأسرتك ولماذا؟ sen va oilang u ikkisidan qaysi birida yashashni yoqtirasiz va nima uchun? وأخيرا الكلمات الجديدة yangi so'zlar. حلق يحلق حلاقة bu qirmoq ekan, sochni qirish. حاد o'tkir keskir. حدد يحدد تحديد belgilamoq. غريب غرباء begona. تحاور يتحاور تحاور suhbatlashmoq. مظلم منير qorong'u. سكت يسكت سكوت jim turmoq. جمع يجمع جمع to'plamoq. قطع يقطع قطع kesmoq. أقرب عقارب chayon. عبد يعبد عبادة ibodat qilmoq. علم يعلم علم bilmoq. منع يمنع منع qaytarmoq. نعسان mudroq, ya'ni o'sha uyqusirash. يقظان aksi, ya'ni uyg'onish. أسرع يسرع إسراع shoshilmoq. حبا وكرامة مجادل. ضيف يضيف ضيافة mehmon qilmoq. ألح يلح إلحاح qattiq turib olmoq. اشتاق يشتاق اشتياق qattiq xohlamoq, sog'inmoq. استراحة dal havla. وقع يقع وقوع joylashmoq, joylashgan bo'lmoq. قاطرة معلقة dor yo'li, kanatga. رحب يرحب ترحيب mamnuniyat bilan qabul qilmoq. Motorli qayiq, demak zarvaqun zavariqu motorli qayiq ekan. Taraddada yataraddadu taraddudun ikkilanmoq. Buhayratun ko'l. Samaha yasmahu samhun ruxsat bermoq. Musa ustara. Naqasha yunaqishu munaqashatun fikrlashmoq, muhokama qilmoq. Lahiqan keyinroq. Allohu a'lamu bis-sawab.